Thanos o'zi kim? Marvel bizga qisqa kameo va ikkita film orqali Thanosni to'liq ochib bera oldimi? Afsuski yo'q. Bugun sizlar bilan Thanos o'zi kim degan savolga, Thanosning onasi uni nega o'ldirmoqchi bo'lganiga va Thanos o'z maqsadiga yeta oldimi va Qasoskorlar qiyomat kuni filmida qaytadimi degan savollarga va o'sha biz kutgan epik sahna bo'ladimi degan savollarga javob topamiz. Sizlar bilan Cinema Uz va bugungi videomizni boshladik. Xo'sh, biz Thanosni yaxshiroq bilib olishimiz uchun uni ikkiga bo'lishimiz kerak. Albatta, Ultrondagi emas. Birinchi versiya bu biz bilgan kino versiyasi, ikkinchisi esa komiks versiyasi. Biz allaqachon kino versiyasini bilamiz. Shuning uchun biz bugun komiks versiyasini to'liqligicha o'rganamiz va oxirida kino versiyasini yaxshigina tahlil qilamiz. Xo'sh, qani bo'lmasam barchasi Thanosning Titan sayyorasida tug'ilishidan boshlanadi. Titan abadiylar deb ataladigan qadim zamonlarda Celestian tomonidan yaratilgan va keyinchalik turli sayyoralarga koloniyalar sifatida joylashgan, yuqori darajada rivojlangan irq va jamiyatlardan biri edi. Bu jamiyat ilm fan, nazorat, tartib va ayniqsa genetik mukammallikni eng oliy qadriyat hisoblagan. Ular o'zlarini evolyutsiyaning eng mukammal shakli deb bilishgan va genetik nuqsonlarni deyarli qabul qilishmagan. Shu sababli Thanosning tug'ilishi fojia bilan boshlanadi. Chunki u deviant sindrom deb ataladigan genetik mutatsiya bilan tug'iladi. Bu oddiy biologik og'ish emas edi. Marvel kosmik evolyutsiyasi tarixda qadim zamonlarda Celestian deb ataladigan ulkan kosmik mavjudotlar ikki asosiy irqni yaratgan: abadiylar va deviantlar. Abadiylar barqaror, mukammal va o'zgarmas genetika bilan yaratilgan bo'lsa, deviantlar esa aksincha, beqaror, mutatsiyaga moyil va har avlodda biologik jihatdan o'zgarib boradigan genetika bilan yaratilgan edi. Ularning shakli, hajmi, teri tuzilishi, hatto organlari ham avloddan avlodga keskin farq qilishi mumkin edi. Shu sabab ular ko'pincha deformatsiyalangan yoki haddan tashqari o'zgaruvchan ko'rinishda bo'ladi. Ming yillar davomida deviantga oid ayrim genetik qatlamlar abadiylar ichida yashirin, resessiv shaklda saqlanib qolgan. Thanos tug'ilganda aynan shu yashirin qatlam kutilmaganda faollashadi. Muhim nuqta shuki, Thanos to'liq deviant emas. U biologik jihatdan abadiylardan biri, lekin uning genetik kodida qadim zamonlardan beri yashirinib saqlanib kelgan deviantga oid beqaror DNK fragmentlari uyg'ongan. Ya'ni u deviantlar bilan bevosita aralashgan nasldan emas, balki abadiylar ichida deviant xususiyatlari ifoda topgan noyob holat hisoblanadi. Natijada u boshqa titanliklardan butunlay farqli ko'rinishda tug'iladi. Binafsha terli, ulkan, deformatsiyalangan va qo'rqinchli tashqi qiyofa bilan. Bu sindrom unga nafaqat tashqi deformatsiya, balki kuchaygan fiziologik ustunlik ham beradi. Yuqori mushak zichligi, favqulodda chidamlilik, tez tiklanish, og'riqqa yuqori bardoshlilik va kosmik energiya saqlash hamda chiqarish sig'imi. Xo'p, sizlar buncha ma'lumotni eshitib aytishlar mumkin, Thanos va titanliklar abadiy ekan. Nimaga ularda boshqa abadiylarnikidek kuch yoki qobiliyat yo'q? Thanos va titanliklar yerda yashagan abadiylarning boshqa sayyoraga ko'chgan avlodi. Ya'ni Celestial yerda abadiylarni yaratadi. Abadiylarning bir guruhi Titan sayyorasiga ketadi. Ular titanlik abadiylarga aylanadi. Thanos shu nasldan tug'iladi. Shuning uchun titanliklar abadiylardan kelib chiqqan mavjudot, lekin har titanlik Thanos darajasida emas. Deviant genetikasining barqarorligi unda agressiv potensial va destruktiv fikrlashga moyillikni kuchaytirgan bo'lishi mumkin degan ilmiy, falsafiy qarashlar ham mavjud. Lekin u yovuz bo'lishga majbur emas edi. Uning asosiy burilishi biologik emas, psixologik va ijtimoiy rad etilish bilan bog'liq edi. Otasi Alars Titan yetakchisi va olimi edi. Onasi Susan esa uni ko'rgan zahoti ruhiy izdan chiqadi. Ayrim komiks talqinlarida u faqat tashqi ko'rinishdan qo'rqmaydi, balki kelajakdagi qirg'inlarni ham oldindan ko'radi. U bolani yovuz maxluq deb o'ylab o'ldirmoqchi bo'ladi. Shu rad etilish Thanos ongida birinchi psixologik sinishni yaratadi. Uning ukasi Eros esa mukammal, mutatsiyasiz abadiy sifatida tug'iladi. Bu kontrast Thanosning rad etilish hissini yanada kuchaytiradi. Aynan shu davrda u kosmik entity, o'lim bilan ruhiy aloqa o'rnatadi. Bu uchrashuv bolaligidan emas, balki o'smirlik, yosh olim davrida sodir bo'ladi. Dastlab o'lim unga ayol shaklda emas, balki sof kosmik tushuncha, o'lim prinsipi sifatida namoyon bo'ladi. Keyinchalik u Antropomorf, qora libosli skelet ayol shakliga o'tadi. O'lim Marvel olamida shunchaki tushuncha emas, balki koinotdagi o'lim muvozanatini ifodalovchi abstrakt kosmik mavjudotdir. Thanos unga obsessiv tarzda oshiq bo'lib qoladi. O'lim esa sovuq, javobsiz va manipulyativ pozitsiyada turadi. Hatto koinotni yarmini o'ldirgandan keyin ham u Thanosni e'tiborsiz qoldiradi. Aynan shu rad etilish uning psixologik qulashni yanada kuchaytiradi. O'lim uni rad etishining chuqur sababi shundaki, u shaxsiy sevgi prinsipi bilan emas, kosmik muvozanat prinsipi bilan mavjud. Thanos esa o'limni romantiklashtirib, uni qirg'in sovg'alari bilan egallamoqchi bo'ladi. Bu esa o'lim nazarida sevgi emas, muvozanatni buzishga urinishdir. Shu ruhiy burilishdan keyin u Titan ichida genetik tajribalar va siyosiy manipulyatsiyani boshlaydi. Ayrim sujetlarda u Titan aholisi ustida yashirin tajribalar o'tkazadi, qirg'inlarni uyushtiradi va sivilizatsiyani ichidan yemira boshlaydi. Natijada Titan zaiflashadi va qulash yoqasiga keladi. Titan qulagach, Thanos kosmosga chiqadi va o'zining imperiyasini qurishni boshlaydi. U Chitauri, Sakaran va boshqa galaktik irqlarni bo'ysundiradi. Ulkan flot tuzadi. Sayyoralarni birma-bir bosib olib, aholilarni ommaviy qirg'in qiladi. Bu bosqinlarni bevosita
bevosita o'lim uchun sovg'a sifatida qiladi. Shu davrda u Kree imperiyasi bilan to'qnashadi, sher hududlarga yurish qiladi, galaktik kuchlari bilan qarama-qarshilikka kirishadi. Hatto ayrim syujetlarda Odin va Thor bilan ham kosmik darajada janglar olib boradi. U Gamoraning Zenvoberi sayyorasini qirib tashlagach asrab oladi va uni eng xavfli ayol darajasiga yetkazib tarbiyalaydi. Keyin Nebulani Lupxom irqidan asrab oladi. Nebula sayyorasida qirg'indan omon qolgan yetim jangchi edi. Thanos uni Gamora bilan doimiy raqobatga majbur qiladi. Har safar yutqazgani uchun tanasini mexanik qismlar bilan o'zgartirib, uni kiborgga aylantiradi. Komikslarda uning biologik farzandi ham bor, Zen. U Inhuman irqiga mansub ayoldan tug'ilgan bo'lib, kanonda onasining ismi oshkor qilinmagan. U Inhuman geni Thanos DNK gibridi hisoblanadi. Uning kuchlari orasida o'lim teginishi orqali o'lim infeksiyasini tarqatishi va mavjudotlarni makon, vaqt kapsulasiga qamash qobiliyati bor. Keyinchalik u otasiga qarshi chiqib, uni vaqtinchalik mag'lub etadi. Hop, Thanosning eng yirik burilish nuqtasi cheksizlik toshlarini izlash bilan boshlanadi. U kosmos bo'ylab yurib, 6 cheksizlik toshlarini yig'adi va ularni cheksizlik, o'lim va boshqa kosmik prinsiplar birlashib uni to'xtatishga urinadi va bu Marvel Comics tarixidagi eng yuqori metafizik cho'qqilardan biri hisoblanadi. Bu davrda Adam Warlock tahliliga ko'ra, Thanos ong ostida yutqazishni xohlagan, sababi u o'zini qudratga noloyiq deb bilgan. Thanos va Adam Warlockning to'qnashuvi duel darajasida kechadi. Komikslarga bog'liq yana bitta muhim narsalarni aytib o'tishim kerak. Thanos o'z klonlarini yaratgan. Ba'zi syujetlarda klonlar o'rniga o'lgan, hatto o'lim uni tiriltirishni ham rad etgan hikoyalar bor. Ya'ni u o'limga ham ega bo'la olmaydigan tragedik mavjud sifatida tasvirlanadi. Klonlar orasida mustaqil ong rivojlantirgan, o'zini haqiqiy Thanos deb bilgan, galaktik qirg'inlarni uyushtirgan variantlari ham bo'lgan. Keyinchalik Thanos ularning ko'pini shaxsan yo'q qilgan, chunki o'zining mavjudligining nusxalanishini, tahdid va nazoratni yo'q qilish deb bilgan. Keyingi voqealarda u cheksizlik urushi va cheksizlik yurishi mojaralarida qatnashadi. Kosmik armiyalar bilan to'qnashadi, ba'zida yo'z, ba'zida esa muvozanatni saqlovchi anti-qahramonga aylanadi. Shu davrning eng muhim kengayishi Thanos imperativ voqealari bo'lib, u yerda saraton koinot deb ataladigan o'lim yo'qolgan olamga qarshi qahramonlar bilan birlashadi. Bu koinotda hayot cheksiz ko'payib, mavjudotlar juda tez kengayadi va ironik tarzda o'limga obsessiya qilgan mavjudot aynan o'lim muvozanatini himoya qilish uchun kurashadi. Xo'p, endi esa biz Thanosning kino versiyasini ko'rib chiqaylik. Bu versiya yuqoridagi komiks voqealaridan mustaqil. Bu yerda o'lim yo'q, metafizik sevgi yo'q, motiv yo'q. Bu yerda Titan overpopulyatsiyon va resurs tanqisligi sababli qulaydi. Thanos aholining yarmini yo'q qilib, balansni saqlash rejasini taklif qiladi, lekin uni Telba Titan deb atab rad etishadi. U galaktikaga bo'ylab balans qirg'inlarini boshlaydi va biz bilgan o'sha cheksizlik toshlarini yig'adi. Keyin sinab qiladi, koinotning yarmi aholisini yo'q qiladi. 5 yil o'tgach hassaskorlar o'tmishga qaytib yana cheksizlik toshlarini to'plashadi. Keyin Temur odam o'zini jonini qurbon qilib sinab qilib, yana hammani oldingi holatiga qaytaradi. Hech kim yo'q bo'lmaydi. Agar o'sha yerda Temur odam Thanosning qo'lqobidagi toshlarni olib chertmaganda nima bo'lardi degan savol hammada bo'lishi mumkin. Agar Thanos ikkinchi marta ham toshlardan foydalanganida, ehtimol u koinotning strukturasini qayta yozgan, mavjudotni markazlashgan diktatura ostiga o'tkazgan, vaqt oqimini muzlatgan yoki yanada ekstremal kosmik balans o'rnatgan bo'lishi mumkin edi. Va meni do'stimning fikricha, Thanos ikkinchi marta barmoqni chertib, yarim aholini yo'q qiladi va yerda qoladi va koronavirus davrida koronavirusga chalinib o'lib qoladi. Albatta bu hazil, lekin do'stim shuni rostdan ham aytdi. Endi biz uning kuchlariga keladigan bo'lsak, u xalqdan kuchli, Thor bilan tengma-teng jang qila oladi, regeneratsiyasi yuqori, kosmik energiya chiqaradi va o'ta daho strateg hisoblanadi. Thanosning butun hayoti rad etilishdan obsessiv sevgigacha, sevgidan genotsidgacha, genotsiddan cheksiz qudratgacha, qudratdan qulashgacha bo'lgan fojiaviy spiral hisoblanadi. Shu sabab Thanos Marvel tarixida oddiy yovuz emas, balki o'zini qutqaruvchi deb bilgan, lekin sevgiga va tasdiqqa tashna, kosmik qotil sifatida eng murakkab antagonistlardan biri hisoblanadi. Endi esa biz Thanosning Qasoskorlar qiyomat kuni filmida chiqadimi degan savolga javob topamiz. Ko'plab yangiliklar va mish-mishlar bor, lekin Marvel Studios tomonidan rasmiy tarzda Thanos Doomsday filmida ishtirok etadi deb e'lon qilingan rasmiy xabar yo'q. Ba'zilarda Thanos Qasoskorlar qiyomat kuni filmida bo'lmaydi, lekin keyinchalik Qasoskorlar maxfiy urushlarda qaytishi mumkin degan xabarlar bor. Bu hozircha tasdiqlanmagan, rasmiy bo'lmagan axborot. Boya aytganimizdek, Qasoskorlar maxfiy urushlar filmida Thanos qatnashishi mumkin, lekin hozirgi paytda rasmiy xabar yo'q. Ba'zi xabarlar bo'yicha Thanos Qasoskorlar qiyomat kuni filmida qisqa kameoda qaytishi mumkin, ammo bu rasmiy tasdiqlanmagan. Rasmiy manbalarda Thanos nomli ofisial rasmiy kast ro'yxatda yo'q. Chunki MCUda Thanos 2019-yilda Qasoskorlar intiho filmida halok bo'lgan. Bu voqea rasmiy kanon. Hozirda MCU multiverse konseptiga asoslangan filmlar
ishlab chiqarmoqda. Shuning uchun ham Thanos qaytishi mumkin degan ehtimollar bor. Balki Thanosning alternativ versiyalari qaytishi mumkin yoki multiversiyadan qandaydir qilib olib kelishlari mumkin. Bularning hammasi qasoskorlar maxfiy urushlar tematikasiga to'g'ri keladi. Shu sabab MCU hozirda Thanosni qasoskorlar Doomsday filmida menimcha ko'rsatmaydi. Maxfiy urushlar filmida esa multiversiya orqali qaytarish mumkin. Bugun sizlar bilan menimcha Thanosning to'liq tarixi haqida gaplashib o'tdik. Agar nimalarnidir xato qilgan bo'lsam yoki nimalarnidir qoldirib ketgan bo'lsam, kommentariyalarda yozib qoldirib to'g'rilab ketishlar mumkin. Sizlar bilan Cinema Uz bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Telegram kanalimizga o'tishni ham esdan chiqarmang, chunki u yerda juda ham qiziqarli narsalar tashlayman. O'zimni boshqa kanallarımga qo'yadigan videolarimni ham tashlayman. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan Cinema Uz.